Bizdagi internetdagi qatishlarni hisobga olmasak, hammasi joyida. Ana videolar ko'rilaymi? Sifati tuzukmi? Endi ishdan kelib so'z endi ko'ramiz. Hozir jonliga qatnashyapmiz. Ya'ni o'qisa bo'ladigan darajada bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Funksiyani 64-savol. Funksiyani oy so'q atrofida aylanishdan hosil bo'lgan shakl hajmini toping debdi. Demak nima bo'ladi bu? Parabola bo'lar ekan. Xo'p, parabola bo'lsa, u qanday bo'ladi? X0 topamiz avval. X0 minus b taqsim 2a bo'lsa minus 2 bo'ladi. 1 ekanda-da. O'zimiz to'lakay gadjet olsa ham chiroyli chiqardi ekan. Kela to'lakaydan yuraylik-da, chiroyli chiqadi. Tenglamani his qilamiz o'shanda. Minus x kvadrat minus 2x plus 1 i minus plus 1. Demak, u nima bo'ladi? Minusdan x minus 1 ni kvadrati plus 1 bo'ladi. Ya'ni parabola pastga qaragan parabolani avval x o'qo'ylab 1 birlik 10 ga, keyin uni 1 birlik tepaga sizdirgan ekan. Demak, grafik maytda bo'lar ekan. 3 mana 1 va 1 da o'tar ekan. Mana maytda o'tar ekan. Keyin bag'da 2 dan o'tar ekan. Shular to'g'rimi? O'z tenglamani yechimlarini ham yechinglar. Mana yechsalar, bitta ildizi 0 chiqadi, bitta ildizi 2 chiqadimi? 0 bilan 2 degani x o'qini kesib o'tish nuqtalarida shular. Endi shuni deyapti, oy x o'q atrofida aylantirishdan hosil qilgan jism hajmini toping deyapti. Aylantirsa nima bo'lib qoladi endi u? Mana shu hajm bo'lib qoladi. Uni chizishcha maytda aylanasi bo'ladi maytda. Tushunyapsizlarmi? Arg'amchoq aylantirgansizlar-ku, shuni hosil qilgan fazoviy hajmi bor-ku, unaqa nima deydi? Cho'ziqroq bir sharda cho'ziqroq varianti, mana shunaqa variant ekan. Xullas, hajm formuladan yuraylar. Pi kara integral ostida -1 dan 0 dan 2 gacha yuqoridagi funksiya kim? -x kvadrat plus 2x ni kvadratini integrallab qo'yasizlar. Bu o'z chiqarib beradi. X o'qi bilan orasidagi yuzani aylantirishdan hosil qilgan jismning hajmini chiqarib beradi. Tayyor formula. Va shu bizda kimga teng? Pi 0 dan 2 gacha x ni 4-si minusdan 4x kub. Xo'p, va plusdan 4 ta x ni kvadrati dx. Va darajasiga bir qo'shsak, x ni 5-si taqsim 5 minus x ni 4-sini o'zi ekan plus 2 ta x kechirasizlar. 4 ta x kub taqsim 3. Va shuni qiymatini p'si ham bor. 0 dan 2 gacha integrallaymiz. 2 qo'ysam 2 ni 5-si 32 taqsim 5 minus 16 plus 32 taqsim 3 0 qo'yganimda 0 bo'lib ketar ekan. o'n besh muvarraj bo'lsa hammasidan birinchini chiqarib olay. 16 chiqib ketadimi? 16 pi chiqib ketsa 2 taqsim 5 1 2 taqsim chiqadi. 16 pi taqsim 15 ni chiqibdi. Xullas 16 pi i kara bag'da 15 muvarraj bo'lsa 6 minus tak 15 plus 10. Bu degani, shunaqa ekan. 16 pi taqsim 15 ekan. Yaxshi, to'g'ri chiqqan.